ro'zalarimizni, mana shu yerda o'qiyotgan namozlarimizni, mana kuni kecha Ramzaga kirib kechqurun ertaklari mana shu yerda qilgan duo xayrlarimizni Alloh taolo husni maqbul aylasin. Elimizni, yurtimizni Alloh taolo tinchlik, omonlik, xotirjamlikda qilsin. Farzandlarimizni hammalarini baxti kamolini bersin. Hammalarini din islomda sobit qadamlardan qilsin. Mana shu yaxshiliklarga siz bilan biz hozir ham avtobusda ko'proq duo xayr qilishligimiz kerak bo'ladi. Har bitta gapirgan duoyimiz, har bitta to'g'ri-to'g'ri gapirgan gapimiz ham ijobat bo'ladi. Har bitta ozgina g'illig'ashlik bilan gapirgan gapimiz ham bu yerda ijobatga yetib qoladi. Bu ro'zador ekan, bu mayroqchiron yurtlar degan gap ketmaydi. Gunoh ishimizni, birovni g'iybat qilishimizni, birovning aybini topishimizni, mana bundan ham sizga o'sha necha barobar namozlarga barakot martaba berilgan bo'lsa, yomon gaplarga ham mana shunday yomonliklar yoziladi. Shuning uchun mana katta baxtki, hozir o'zim guruhimdagi aytdim. O'zbekistondan bugundan boshlab reyslar batamom to'xtatildi. Samolyotlar to'g'ridan bo'sh keladi-da, siz bilan bizga ziyoratchilarni kunimiz vaqtimiz o'tgandan keyin nima qiladi? Yurtimizga olib ketadi. Oxirgi reysda bo'lsa ham, qiyinchiliklar bilan bo'lsa ham mana yetib keldik. Ayniqsa oxirgi mana bizning ikkita 90 talik guruhimiz 9 soatda yaqinida kelishdi. Turkiyadan o'tib, shunda firmamizga ham siz duo qilib qo'ylar, o'sha Janishton bor, Abdulvosit degan yigitlarimiz bor. Mana shularga duo. Payg'ambarimiz alayhissalomning hadislarida keladiki, kimiki Ramazon oyida ixlos bilan Rasulullohning orqasidan kelgancha yurib, umra qilyapman degan niyat bilan nima qiladi? Umrasini qo'yib ketadi. Nima shunday qilganlarimiz Bilsan hadis muhabbat mana shu oyda qilingan umra bizni Allohning sevgisi. Buning uchun gunohlar ko'p. Ularning jannatning laqoblari, o'rtasida qizlar va shaytonlar bo'ladi. Ishonadilar. Mana shu paytda omonliksiz, mana Rasululloh sevgan joylarga kirib xurmo olishligimi? Yoki bo'lmasa mashaqat suhbat ham bo'ladi. Ba'zida bo'ladi, suhbatda ba'zida bo'ladi. Lekin mana bu xurmo daraxti bilan qator ma'riflik tanishib chiqishimiz kerak. Xurmo, hozir men gapiraman bu yerda mos. Xurmo daraxti mana shu o'g'liga qarab, mana yoshidan bir boshdan boshlayman dedi. 1, 2, 3, 4 mana shu yilgacha bo'lgani 1 yashar. Endi hisoblab olaverasiz. 10 yil bo'lgandir. 20 yil bo'lgandir, 25 yil tabiiy xurmolarda yana ba'zi juda ham turi ko'p. Bularni iste'moli bu yerda juda ham ko'p arablarda. Nima uchun? Payg'ambaring deydi, payg'ambarimiz demaydi-ku. Payg'ambaring mana shu ajvo xurmodan 7 ta yesa zahar ta'sir qilmaydi degan ekan. Qilaverasizmi shu ishni degan ekan. Olib xurmoni. 7 ta xurmoni yegandan keyin olib zahar yegan. Shunday olishda ta'sir qilmagan. Ana e'tibor. Va bu daraxtni Payg'ambarimiz alayhissalom mo'minga o'xshatdi. Nima uchun? Osti tog' to'satdi har doim. Mana bu bargini hech qachon to'kmaydi, mevasini to'kmaydi. Mana shu holatda pokiza turadi. Va yana buni shifobaxsh taraflaridan mana shu o'g'illarning ichida o'g'il osilda qilib turibdi-yu. Mana shular bo'lgan Payg'ambarimiz alayhissalomni nimalari, to'shaklari, yostiqlari mana shunaqangi hashagidan bo'lgan. Mana hozir ham o'sha nimalar zamonaviy doktorlar ham hozir mana shunda nima qilishyapti? Yotadigan matraslar deydi, bu narsalar qilishyapti. Shifobaxshligini bilgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'p narsalarni shifobaxsh ekanligini shu 14,5 asr oldin aytib ketganlar. Mana oddiy misvok. Misvok ishlasangiz ham oshqozoningizga foydasi bor. Tishingizdan nimalarni yetkazadi. Endi hozir Yevropaning yoshlari butun misvok ishlatyapti. Mana doktorlar ham misvok ishlatadi. Bu musulmon emasmi? Shuning uchun Payg'ambarimiz alayhisalom aytgan ekanlar, mana shularga borishimiz kerak bo'ladi. Albatta e'tibor qilishimiz kerak bo'ladi.